La'nati, menga nima bo'lyapti? Tezroq yura qol, qornim ochib ketdi. Ha, manam. Xo'sh, bu yerga oshxona deb yozilibdi. Yaxshi. Qayer bo'sh ekan a? Bu yerga o'tirsam bo'ladimi? O'tirur, bu yoq bo'sh. Lekin bu yerda miya o'tiradi. Unda boshqa joyga o'tiraman. Yo'q, ketma, o'tirur. Lekin Emily atay ularning yoniga o'tirdimi? Ha, kulgili va juda g'alati. Voy, kuchli yomg'ir yog'yapti. Axir uyim uzoq-ku. Salom, Emily. Salom. Bu yoqda nima qilib turibsan? Men shunchaki turibman. Aytgancha, uying uzoqligini aytganding. Xohlasang, otimni senga berib turaman. Yo'q, shart emas. Lekin o'zingchi? Xijolat bo'lma, uyim yaqin. Qani, yura qol. Mayli. Mayli. Ot minishni bilasanmi? Bilaman. Xayr, rahmat kattakon. Unda uyingga bora qol tezroq. Emily ochiq ko'ngil, aqlli qizda. Mayli, xayr. Ariana, bu yerda nima qilyapsan? Sen aqldan ozganmisan? sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. O'zingni bilib jimgina yur. Videoni shu joyda to'xtatib, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangiliklardan quruq qolmasligi uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'ldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum. Alaykum assalom. Bugun darsda kim yo'q? Ustoz, bugun darsda Emily yo'q. Nimaga tinchlikmi? Biz bilmaymiz. Darsga sababsiz kelmadi. Nima bo'lganini kimdir biladimi? Va birdan butun sinf Arianaga qarab qoldi. Hammaning ko'zi Arianada edi. Ariana, sen nimanidir bilasanmi? Bilsang ayt. Ariana. Ariana hech narsani bilmayman deya dod solib sinfxonani tark etdi. Vau, quyosh chiqibdi. Qanday chiroyli manzara. Aytgancha, bu Emilyning otimi? Emily, g'alati. La'nati, hammasi chalkash. Sen ular nega bu yoqda? Nima bu Emilyning ruhimi? La'nati, menga nima bo'lyapti? Yo'q, men o'zimda emasman.